Yunusobodda eng arzon 2 xona uy chiqqan. 2 xona 4-etaj, 5 etajli, 2 ga 6 balkon. Yunusobod 10-kvartal. Shunda 93-96 avtobuslar shunda kanichkasida. Narxi juda arzon narxda. Siz narxini aytib betaman. 59 ming. Agar bundan ham arzon 2 xonali bo'lsa, yozinglar kommentariyaga qatda nech pul. Ketdi. 4-etaj. Mana kirgan mamdo koridorli, xonalari alohida. Xo'p, kirgan mana to'g'rida mana bu yoqda spanni. Mana balkonda romlari almashgan, reshetkasi bor. Endi mana shu holat endi bez remont holat. Mana bitta lampochka kuyib qolibdi. Mana hojatxona bu yoqda. Hammom tualetlari alohida ketgan. Bu yoq hojatxona. Hozir mana bu zalni ko'rsatib o'tay. Mana zal. Mana devorimiz torets bo'lgani bilan, lekin betonlari qalin, uy isib yotibdi. Balkon 2 ga 6, 58 kvadrat. Mana bu yog'imiz vanna xona. Mana bu yoqni ham ko'rsatib. Bu yoqda vanna. Endi mana bu o'zi tegi oshxona bo'lgan. Mana bu tamirani olib tashlanglar, mana bu o'tiradigan joylar qilib yuborsa bo'ladi. Mana 2 ga 6 balkon, даже 220 ga 640. Xohlasanglar bundan to'sib yo'q, kuxonniy, mana bu zalga qo'shsanglar bo'ladi, o'tirsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda romlari ham almashgan. Xullas, narxi zo'r narxlarda, sirasiz aytaman, 59 ming so'rashyapti. Ozgina kelishtiradigan joyi bor, harakat qilinglar. Arzon uylardan bittasi shu.